aslında. Sekizdeki adam boptu. Roşan Abbas'ınkini ko'rib qolajikka. Ya Allah. Assalomu alaykum. Hurmatli aziz qarindoshlar. Hammalarning shu joy vaqti xayrli bo'lsin. Mening ismim Tug'liq Hamid, Shvetsiyadan. Hammalarga tanishlik bermasam tanıysizlar. Azroq yana bir 10 dakika adam bo'ldi, yana bir azroq nima qilsin. Waalaikumsalam. Qarindoshlar, hammalarninki shu joy vaqti xayrli bo'lsin. Hammalar yaxshi turibsizlar. Hammalarninki shunday bo'lishini Allohdan tilayman. Ben bir yerga chiqib kelishimga sabab birinchidan yaqinda manga bo'lgan to'kmatlar, undan keyin ikkinchisi Uyg'ur siyosiy faoliyatchilarining ichidagi Ro'shan Abbas xonim deydigan bir rasvoninki buzuqchiligi va bir oilani vayron qilgan to'g'risida qisqacha so'zlab ketmoqchi. Bu qarindoshlar, yaqında manga Amerikadagi biz shu podax deydiganda, ya'ni Yelizayti, Mirzayti bir turkum manga to'kmatlarni atab yozibdi. Bo'ladi, men uning javob berib o'tay. Birinchisiga bu ilzat meni debdi, sen xotiningni akab unda qilsa shundaq qiynatang'ir yalang'och rasmini kelib qiynatangdan 160 ming so'm, 150 ming so'm pul talab qilsa debdi. Undan keyin mahkamacimninki tuqqanlari men bilan aloqalashdi debdi. Mahkamacimninki tuqqanlari bilan aloqalashibdi. Xo'sh. İkincisi undan keyin meni erlik iqtidori ojiz debdi. Ondan keyin yana nima debdi desa, mening opamni biletchi jalab, adam shiyani jalab qilgan debdi. Ondan keyin yana nima debdi desa, mahkamacimniki men tahdid sapdim, o'zimniki nikoh qilgan ayolimni yalang'och rasmlarga elib mushning degani bo'yicha. Bu narsaga men birinchisi javob berayday. Ben o'tganda mana shu parlamentning oldida namoyish qilayotgan vaqtda men Ro'shan Abbasga eskartgandim. Sen hozir biz Dunyo Uyg'ur qurultayiniki abdibashirlarni ochgan vaqtida sen jim o'tirib olib o'zingning imperatorligini kuchaytirish uchunga nim plan so'qiyotganingni bilamiz. Haddingni bil, bo'lmaydigan bo'lsa seninki Abdukim Idrisni keltirish jarayonida o'yingning ichida qilgan rasvochiliklaringni oshkorlayman degandim. Ondan keyin boshqa narsalarni degandim. Shundan keyin bu Alasni, podaxni bu Ro'shan Abbas shogirdlik elib, shundan bir qator bizniki o'sha do'stlar sepidagi hech qandaq mengo bo'pti meni bir nima desam mayli. Buningga hech qandaq bir gap so'z qilmagan Zumrat Tursunov bizni jalab dedi, bolalarni jalab dedi, o'g'lini andaq mundaq dedi. Mening opamni jalab dedi, mening adamni jalab dedi. Men buningga bugun jalabniki kimligini ko'rsatib qo'yay. Birinchisi Mahamajimninki chet elda tuqqani yo'q. Mahamajim qo'shkezak bo'lgan, ismi Turdi, asli ismi aklatma ismi Mahamajim. To'g'ri. Bu odamninki chet elda hech qanday tuqqani yo'q. Bo'pmi Turkiya tavasida hech qanday nimasi yo'q.
Ben bu Məhəmmədimnin qızı bilan tanışıb, meningki ailemni yaxşı tanıydı, yaxşı bilidi. Şunun bilan biz to'g'rida tanışıb, paranglashib 2016 birinchi ayninki 25 keldimi? Shunda 10 keldimi? Shunda keldi. Ondan keyin biz nikoh o'qitib 2 kundan keyin bizningki uyning ichida, mushlarning uyning ichida qiyochiya olib ketdi. Nima bo'ldi desa, Tug'luq Hamid bilan qonunsiz nikoh o'qitibdi. Men junjodan xatamay deb bu qizlarni majburiy zo'lab Anjan jo'ninki Almutu orqali tushirib, undan keyin Almutu kelgandan keyin Urumchiga tushirib kirib ketdi. Birinchi ayninki 25 atdigan soat 10 da menga xat yozibdi. Men kirib ketdim, eli chiqaman deb undan keyin mening opam bilan birga Bo'zdagi shu turmaga tarbiyalash markaziga ketilibdi. Bu qizlar keyin chiqib undan keyin hozir turmush qurib ketdi. Bu yerda endi men o shaxsiy turmush ishlarimni bek chiqib ketishninki o'rni yo'q. Bu qizlarningki hadisi boshqalar orqali bizniki bizniki shu guvohlik berish ishlari bo'lgan chog'da hech qanday ishga o'zining bu shu oilani aralashtirmasligini talab qilibdi, o'zlarining hal qildiganligini. Bo'ladi dedim, shuning bilan undan keyin bu qizlar unda ketgan bo'ldi, keyin u yoqda turmushga chiqdi. Alloh baxtini bersin. Mening hech qanday fikrim yo'q. Men nihoyat xushal. O'g'il degan mardona bo'lamiz. Undan keyin bu Mirzat debdi meni, sen mening qo'limda isbotlarim bor, sen uni yolg'onchi rasm tortib 150 ming so'm pul talab qilsa debdi. Qo'limda isbotlaring bo'lsa, Facebook qo'yib, seninki bir odamninki aybi sening qo'lingga tushib qolgan bo'lsa, sen uni kutib o'tirmaysan. Ikkinchidan sen peydoylar ekraniga chiqamiz debsan, o'zing ekran ochanmas bo'lib qolibsan-ku. Ondan keyin peydoylar ekranini o'tganda voy kalla soldirdigan ekran, voy mush peydoylar ekran andaq-mandaq deb tillading. Peydoylar ekrandagi Ahmad apandininki ayolini boshqar o'bur deb ash mayra o'zingning savog'dishi Çoşqının küçüki, aşı mayra, senin savaqdışın. Asıl sen bilsen, şu muhaciratda bir savaqdaşının bulmaklıqı ne kadar mühim. Sen aş savaqdışınғы hakaret qilib, aş qızvalını jığlattın, aş ailenin parakende qıldın. Sen yani qaysi yüzün odan men bilen pidayla ekranına çıksa. Sen kim men bilen pidayla ekranına çıkıdığın? Kolunun ispatın bolsa, Meyadilik akam var, o ağayının Bekram Tursun degan aşnağı be, Şvetsiyada ikimizden hazır sotu boludu o, cidilli boludu. Aşı sotta aşını işiltip 150 ming so'm pulni appansun. Çandın mı? Mertlik meham acım bilen bir qaytım kirmasdan aldıda acımda da paranlaştım. Onun dinkin ben paranlaş bakkan insan emas, mende ündidarısı mı yok, hiç nimesi mi yok. O meham acımınki aşı kızımı lagerden çıkan dinkin o'rtoqlikda men bilan bir aloqa qilgan bo'ldi. Undan keyin o'zininki rozilik berib o'tishlik kerakligini, undan keyin o'zininki to'y qilib ketganiq to'g'risi dedi. Biz nihoyat chiroyli paranglashdik tugidi. Sen agar kendin sana qaysi mahamacımның qaysi qizi shu gapni dedi yoki qaysi tuqqanlar dedi, sen ekran olib chiqsang bo'ladi. O'zingning ekranini endi o'taqizib, bunda guruh bor. Skype'da. Bo'lmasa, töhmet qilma. Sen o'tgan Germaniyada bir akimizga 150 ming so'm. Sen jalobdan olishningki ash haq pichim kesib qo'yganman, haqsi ash bir numuz haqni 150 ming so'mni pulni qo'yib olamda ya undan chiq 150 ming so'm rimdan bergan yo'q, qara men uchun kelgan hech qancha bir arzimaslik pul. Men unda 150 ming so'm degandan 88 ni xajlab qo'ygan bola. Mahamajimga sen mahamajimniki tuqqanlar men bilan aloqaga chiqdi, men isbotim bor bu debsa, isbotim o'z chiqa, top-toplarga qo'yib at, shu vision nomerlaridan tatib, ündidar nomerlardan tatib, shu yalamash rasmlardan tatib qo'yib at. Ana ki meyerkilik Bekram Tursun degan ağayla bilan, Nabija akılaring bor, dunyo yo'q ashlar bilan birlikda sotib tatinglar. Ama saxta ündidar nomer yoki boshqa bir yasalgan narsa bo'lib qolsa, meningki Shvetsiya bexatarlik idorasi undidarimdan tatib, ipilib ketgan TikTok'imdan tatib hammani biladi. Buningga senga men beshinchilik javob beray. Bu tema bir yerde yıpılıp dursun, ben ahırda sana mesela ayrım kırma. Benim kolumda ispatım bah otoğuluk. O kızvada çıkkandan ki ben bilen Allah kılaştı. Akam qargay mert oğal balı boğaşqa, anın içinde yetip mi yani çıkıp ben bilen Allah kılışıp özünün yoluğun bağlı. Ben kum soğamsa ben onda işler kılmaydı.
Onun üstüge o aile mi? Onda aile emas. Sen okşaş bir Xitayninki jundi puruşligini qilgan, Xitayning oburnesini tozlagan, Xitayning jundisini tökkan bir haramdan bo'lgan jalab alasning kuchki G'uljining baylarini tilingga elib gap qilishingga texmo sanga saloyiting to'shmaydi. Sen degan bir bomoning kuchki. Tushundingmi? Sen degan bir dadangmi shu Xitoyning tizini o'g'latga, tatayninki, yo'ldishiningki, apang jundi purishlikni qiladika, keyin apang Madina u yerdan qo'g'langandan keyin apang o'g'irlik qiladika, qo'li agartga, sening qo'ling agartga. Keyin Madina degan qanjoqninki onunki maynatchiligini qilibdika. O ateşida o'ynab kirsa, shuning domeli ko'sirni jug'an sening apang. Shuningga men senga deydiganim, senga ilma ayrim kirimi. Sen aldırmay oturuptu. Endi meyaga kaynimizga shunda qaysa Uyg'ur hareketi ve Uyg'urninki vatanniki chaqnagan olimi Abbas Burhan apandininki qizi Ro'shan Abbas. Bu Ro'shan Abbasning sizlar nihoyatda bir atlaslarni kiyib olsa, bir do'ppilarni, bir narsalarni kiyib olsa, nihoyatda bir axloqli xonim va yoki bu bir Uyg'ur davosi uchun nihoyatda bir to'hfa qo'shgan deb o'ylab qolishinglar mumkin. Bundan avval 5 yil burun Amerikadagi Virginiyadagi Tug'luq Abdurazzoq apandim Rishad Abbas Xitoyning jasusi deb chiqargan. Uningdan keyin u adam bu to'g'risida ko'p so'zlamadi va yoki boshqa narsa nima narsalar bismillah keldi uni o'qimadi. Bu to'g'ri, Tug'luq Abdurazzoqning deganlari to'g'ri, hech qanday bir narsa yo'q. Endi bu Ro'shan Abbasga kelsak, bu Ro'shan Abbas o'kini bir yerda chiqarib, mushu meni qarlayotganlar Xitoyning odami undaq debdi. Ey Ro'shan Abbas, sen jalab İdris, Abdukim İdris, ben sana ikki inimning yuzi bilan seni bugun men yoqqa tashlab qo'yib dedim, men jalabning temasiga kirma. Obdanglar. Guantanamo'ga berib tarjimonlik qilgan sen. Akang bilan Uyg'ur jamoatini, Arafiyani kontrol qilgan butun Uyg'ur davosini necha yildan beri Rabia Qodir, Aysa Aliptekin, Abbas oilasi kontrol qilib 3 yerda Uyg'urni 3 yerini yeb kelgan sen. Men emas, meni bilib qo'y. Xalqning uyini buzgan, xalqning kichik bolalarini yetim qilgan sen. Kunduzi davo qilganda ko'p sharpini atlasni kiyib, kechisi xalqning yotig'ini chekkan sen. Eng qisqasi o'yla Kanadadagi Abdulaziz degan ashu jundi purosh, ashxonni o'qimagan ham ashning o'zingni surkab yiqibsan. Bu uningdan keyin sen Guantanamo'dan keyin udul Beijingga uçqan sen. Uningdan keyin Uyg'ur faoliyatchisi turib, Amerikada tarjimonlik qilib turib Beijingga uçqan sen. Sening bütün narsangni qilgan, bütün davoning ichidagi ishlarni turib, uni buni qilgan Rishad Abbas degan ko'kirib qolgan Ahmad qo'shaydigan akam. Bu ablahmi sening naqadar ishplasligingni, Amerikadagi naqadar buzuqchiligini bilib, ne Xitoyning qo'yinlaridan bir yerlar ish chiqqan yerda seni akatgan shu akangmi? Sen qanday Uyg'urning ichidagi sen bir rahbarsan. Sen qaysi Uyg'urga vakolatan sen texi podaqni setib elib bizga bizning onalarimizni jalab deyishga, yana bir nima deyishga sen kuch katib azg'izgan bo'lsang, men bugun sening jalobligingni men isbotlab beray. Sen Dolqinaysa o'quvchilar harakatini, yag'an o'quvchilar harakatini chiqarib, Beijingda qochayotgan chaqda sen Dolqinaysaniki Beijingdagi oshni so'g'an. Mani sen obdan bilib ol. Uningdan keyin Germaniyaga kelgandan keyin Dolqinaysaning uyiga pat-pat ketib turadi. Mayra Isa tatmadan topolmaydigan cho'mishlarni sen tepib qo'yatding. Dolqinaysa bilan yana ishing tugamagan. Uningdan keyin Dolqin meni ammamsa degan chaqda Dolqinaysa Rabia Qodirlar mishayda bir oilikni tanlab olgan. Bir hadimizningki oilikni tanlab elib 2007-yilda Chexda Pragda yig'in bo'lgan chaqda Rabia Qodir salomchilik qilib, Abdukim bilan seni barga kirib, egizib, ishkizib, yotoqqa tiqib etgan.
Onundan keyin sen nayet meynat videolarni ishlab, to'rt qo'lingni tiqib, ammalarni sükep, ammalarni yalab, ammalar qo'lingni tiqib, sen numus qilmay shu qo'llaring bilan qaysi Amerikaning siyosatchilari bilan ko'rishsam, shu meynat qo'llaring bilan. Sen onundan keyin xalqning oilasini vayron qilib, buzib, bolalarni yetim qilib, sen Avu ablikimninki bolalarni sen Amerikaga akib elib, uy ko'chgan chog'da pasport tushib ketdi deb sen bolalarni vayron qilding. Ana bilan bolani orib etding. Uningdan keyin u hadimiz shuning bilan u normalsizliklarni bayqab qolgandan keyin kompyuterni qo'lga tushaganda abdikim uxlab qolgan vaqtda elib o'tul ofisga ketib Allah'ın rahmeti bilan kallasiga bir sefer kelib qolgan, ya'ni 530 degan. Besib ochgan chaqda Abdikim İdris tilingni sho'rg'im kelyotidi. Abdikim İdris bir narsani og'zimga olg'im kelyotidi deb yozgan gaplarim va Dunyo Uyg'ur qurultayiningki yana bir saxta bir materiallar bilan Abdikimningki qo'lga tushgan. Bu hadimiz o qurultayninki hech qanday narsalarga ko'ngil bo'lmay, faqat o'zining oilaviy turmushiga ko'ngil bo'lib, bu videoni, bu narsani Dolqin Aysoning oldiga olib borgan. Dolqin Ayso, "Balanchi xonim, bu montaj qilgan-ku. Bu montaj qilgan-ku bu. Bu montaj qilgan video bu. Bu bo'lish mumkin emas. Bu Xitoy xorlash uchun." Shunda degan. Keyin o video yani bir necha kundan keyin bu hadimiz datlab yana bir yerga apagan, ularni ko'rib hayron qolgan, o'shda ishlamagan. Uningdan keyin Germaniyadagi 90% cho'shqining kuchli jamoat birlashib bu hadimizni qarlab, bu ayol o'z nacharti Abdikim qo'yib atganda, shuning qo'yib atgandan keyin Ravshan Abbosni oldi. Ravshan Abbos tegdi. Ya, qo'yib atmasning ichida bo'ldi. Uyg'urlar, mani obdan bilinglar. Bu jalobning hadisimi vatanda 7 qitim aytgan ko'z osmon qaraylan. Mandaq. 7 qitim aytgan adam apangizga adam nadligin bilisasa o'zing Ravshan Abbos. Sen bütün Uyg'urningki bir irqiy qirg'inchilikning davosini adam nada degan da'voga akab qo'yding. Adam nada degan da'voga akab qo'yding. Sen bütün Uyg'urga ziyonkashlik qilgan bir cho'ng oilaning birisi. Uyg'ur davosini muajiratda Rabia Qodir Jalab oilasi, Abbas Munofiq oilasi, Aysa Ilibtekin Yechi qiz oilasi, 3 haromdan bo'lgan oila Uyg'urni paypoq qilib o'ynagan. Buning ichidagi eng kuchli oilaningki birisi sen. Sen qandaq vatan davos qilib turib, shunda Urumchilar kirib chiqsa, Rishad Abbos Urumchiga vosiliq jonjochilar bunday peqiraydigan bütün harbiylar kelib qiladigan o'zicha Amerikadan cho'ng bir nima keldi deb qiladigan, nima deb uni tutmaydi? Nima deb uni tutmaydi? Nima deb sen Guantanamo'ga tarjimonliklarga berib, nima deb Uyg'ur davosining ichida shunday chaqnaga yulduz turib, nima deb shu zamonlarda seninki oilangga hech narsa bo'lmaydi? Sen qanday vatan kirib chiqa olaysan? Sen shunga javob berishing kerak. Uningdan keyin sen qaqshatmagan oilaliklar, sen bo'zaq qilib, yetib elib kamera olmagan kichik bolalar Amerikadagi, sen buzmagan oila, uningdan keyin xalqning oilasiga, bolalariga kayni-kaynlab zaharxanda qo'lingni sunding. Sen Ravshan Abbos, men sana deb qo'y, sen o'ylagan odam emasmi? Sen men bilan tutishib qolgansan, xato tutishib qolibsan. Uningdan keyin seninki Amerikada qiliqsiz yerlarda necha qitim Rishad Abbos berib olib ketgan. Uningdan keyin sen bir ovoz bir qadam deding, shu Amerikadagi da'vo ishlarini buzg'unchilik qilding, to'sqinchilik qilding, pishtin taqatding,
Türkiye jamoatchiligini kontrol qilmaydi, ashalarga yuguraysa, Turkiyadagi o'quvchilarning hissiyotini o'ynaysa, Amerikaga ketmay, siyosat qilmay, andan qilmay, mandan qilmay deb aldaysa. Bularning hissiyotidan foydalansa, Uyg'urni sen kozir qilsa, sen 7 xil dori ichadigan, simab ichadigan jalobsan. Qo'sig'ing mishakaycha qarshib tikilgan. Dadam yaxshi odam bo'lsa-ku, qara. Dadam yaxshi odam bo'lsa, sen yaxshi odam bo'lsang, seni 20 yosh vaqtingda balanchi bir millatga men qizimni ol deb so'lab berib o'tmaydi. Tushundingmi? Dolqin Aysomi bilidiki, shu chaqda seni olmabdiki. Andan keyin sen yana xalqningki balasiga ziyonkashlik qilding. Sen xalqning yurak parisiga ziyonkashlik qilding. Sen Ablekim İdris, men adam ko'ygan sandak haromdan bo'lgani ko'mabman kema. O'zingni pushtidan bo'lgan bir ojiz balani mushi jalab bozaq qilsa sen qarab turding. Demak, seningmi Abbas oilasining mushinda yaringdan ilingan yering bor. Sening ukangninki Suriya masalasida nihoyat og'ir mas'uliyatlari bor. Buni sen bilan biz bir kunlar kelishdi hukumatning oldida deyishimiz. Roshan Abbas, seninki adam Urumchining ichida xalqning uyini buzib qilmagan kun qolmadi. Endi teshida sen xalqning uyini buzib, biz sening ustingdan chiqib shikoyat qilsak, sen degan mangatgansa siyosiy bo'lma, Uyg'urning siyosatchisi bo'lanmaysa desak, chiqib sen xalqni odam yollab bizning ota-onamizga, hadis singillarimizga, xalqning bolalariga sen haqorat yozding. Endi men seni qo'yib bermayman. Qarindoshlar, Roshan Abbas bunda ammadan birini tishlabdi, sho'rabdi, qastarab surkayotdi, ya'ni yalayotdi. Ablekim, seni seg'inib ketdim. Meni anda qila Ablekim, munda qila Ablekim deb 5 qo'l emas 4 qo'l yana mashina tiqibapti. Ya qarindoshlar, mushularga qandaq ishinib sizlar mishlarni keyin menvatsizlar. Ya Turkiyadagi dunyoning har qaysi joylariga qarindoshlar. Mush rasvalarning mushundaq bir paskashlarning endi turib qanda rasmga tushyapsizlar sizlar. Sizlar atugin ashu maynat videolari, Madinani shoira debsizlar. Ey, tükpüşlerim ammagan, tükpüşlerim ammay Refiyaning to'ylatida donqay qilib bir narsa kaynimdan qila to'liq kirdi deb. Qarindoshlar, Madina'yı bavdun, senin bir refiyat kilak sen munosabat o'tkazgan adamning ayolining sening videolarini taqib etib uya bir mazgil jimiqib ketgan. Sen hozir tutsan hozir kelmayman. Mushunda tutsa qarindoshlar. Mushunda bizni indigenes qilib olsa qarindoshlar birlashib. Davarimizni monopol qilib olsa, bularning yo'ldoshlari Suriyalik odam selib olsa, Uyg'urning qiyniga kirsa, hech qanday da'vo qilmaydigan xalqninki bizninkidek oilalarimizga boshqa bismlar kelsa, bularning keyindan mangmaganlarning ota-onasini Xitoy oyoqdan parallel menib agar ketib olsa, Facebookda ovoz chiqarganlarga oilasiga hujum kelib olsa, ayrim xallar yezib olsa, biz chiqib haqiqatni so'zlamay, nimishga so'zlamaymiz? Biz so'zlaymiz. Biz so'zlaymiz. Nima deb so'zlamaymiz bekorga? Qilgani rost. Üç emas, 4 qo'lini tiqib, boshqalarningmi-chu, elaqi xalqningki bunda orliqida qo'ng bilan bijilning tam bo'ladi, sen jalobning tamingmi cho'kilib ketgan jalobgansan va men sana deb qo'yay. Roshan Abbas, sen to'liq xalqqa uni deb, buni deb elaqindak buzuqchilik qilgan odam o'zing turib, rasvochilik qilgan odam o'zing turib, numus qilmay, haqqa atmay, haq andaqdi, shuning bilan mustaq tash yetibdiki, akatgan demay. Sen siyaset sahnasini boşlab ota uyingni. Qoch yuyamsa, pizza to'shamsa, shuni qil. Aman bir kun sen yuqoriga chiqqan chaqda biz o videolarni oshkorlab, Amerikaninki Fox News yoki boshqa bir news saytlarga berib, Nuri Tulkininki, seninki sharmanda narsalar va siyaset sahnasidan ip tashlaymiz. Sen xotirjam bo'l. Biz sizlarni oldiga mang'izg'ini qo'ymaymiz. Chunki sizlar Uyg'urlarning manfaatiga vakillik qilolmaysizlar. Xitoy bilan parallel menib Uyg'urlarning lager ichishiga,
Uyg'urlarni Xitoyning o'ltirilishiga sizlar sababchi bo'ldinglar. Sizlar 20 yildan kishilik huquq davosini qildik dedinglar. Uyg'urlarningki kishilik huquqini dafsanda qildinglar. 20 yildan diniy erkinlik davosini qildik dedinglar, ammo vatanimizda masjidlar chaqib etildi. Dinimiz vayron bo'ldi. Madaniyatimizni saqlab qolamiz deysizlar. Uyg'ur maktablari taqib etildi. Şinjan Üniversitesi'ninki, Şinjan Pedagog Üniversitesi'ninki, Tibbiy Üniversitesi'ninki har xil ziyolilari bizda vatan uchun yaxshi bir nimalarni saqlab kelganlar qo'lga ilindi. Ona tillarimiz shunday bo'ldi. Endi men Ro'shan Abbosga deydiganim, agar Ro'shan Abbos sen meni uftalaydigan bo'lsang sotda, yag'an o video, mening unda qiliqsiz ishlarim yo'q. Men pak-pakiz, men ashta ishni qilmagandim deb sen mening ustimdan sotqa berib utanmaydigan bo'lsang, sen meni utib oladigan bo'lsang, Ro'shan Abbos 200 ming yevro pul men sana beraman. Gap buni. Sen iliq o'zingcha uningga buning mening yahudilarim bor senatorlarni tanıyım. Bilmez iliq 68 yoshlik, 70 yoshlik senatorlarning ichidagi iliq yahudilarni oblikimni tashlab qo'yib yerim kechiktirgan. Tanıymiz. Men sen uningdan haqiqat yahudilarni tanishtirib qo'yman. Dunyoning har qanday yerda 200 tal dangli hotelsi bor. Eng boy yahudilarni tanishtirib qo'yman. Agar sen meni sotib tutalasan, sen ashundaq ishplas videolarni agar sen ashundaq ishplas videolarni ishlamadim, yag'an desang, xalqning oldiga chiqib javob ber. Tug'liq men tuhmat qilyotdi, men pak ayoldim deb sen javob ber. Uningdan men sen qolgan narsani ko'rsataman. Sen degan rasvolikda eng uchiga chiqqan, tanlamaydigan eng numussizning birisi. Men senga jiq emas, kichkinamni o'zingninki, bak kichkinam o'zingning ovozini sana eslatib qo'yay. Qağan narsini men sana sen bilan sotqa chiqqan chaqda anandagi xalqning ostiga ko'z tutib qo'yaychimi? Sen mushinchilik narsa bilan o'zingning hoshini topmaydigan bo'lsang, yana Uyg'urlarga, yana ziyonkashlik qilgan bo'lsang, cho'p tashitma jalobning olsa men senga deb qo'yay seni. Sen yana Uyg'urning qinini ichadigan bo'lsang, Uyg'urga kiradigan bo'lsang, Uyg'urni bo'zaq qiladigan bo'lsang, inimga Amerikadagi tegadigan bo'lsang, qo'ngan qulam tiqitma jalab men seniki deb qo'y. Men sen mushinchilik deb qo'yay. Ablikam sen o'shani qattiqshig'i bor. Sen meni boshqasiga o'xshatma. Tushundingmi? Men boshqasiga o'xshamayman. Sen o'xshat qoldiringga o'xshat. Endi nahmaydan tamam men podaqni kerak. Podaq. Anangizga jalobning olisi, rap saymandan tushgan anangizga qing'ir mantidan tushgan jalobning olisi, mening onamni sen jalab deb kelsa, mening onamni bilatchi deb kelsa, mening opamchi qara bilat satgan bilan qara halol ishlab bizni o'qitib, tarbiyalab, adamiyligimizdan, g'ururimizdan cho'nqadi, tushundingmi? Ko'p. Men sen deb qo'y, sening opangga o'xshash Xitoy jundi purishlik qilmadi, Madinaning uyidagi jalobninkidek bavmolik qilmadi, mening opam hech qanday bavmolik qilmadi, mening adam Shiyan pedagog universitetini bitirib, mening adamning Shvetsiya savodoshlari bor, biladi qandayligini. Bitirib kelib, agi tegib chiroyli bir adini yepla o'tiryapti. Ma adlarimga o'xshash talay aladini yemadi. Tushundingmi? Men sen mashinchi xilday. Kanadadagi Abdulaziz avu nimediki Abdulaziz sening qizing bilan seninki ovozingni yana qo'yimiz, aldirmaydi. Sana ayrım kirme. Ahmet Qutqut Makkadagi sening Dolqin Aysoning ayoli Mayra Iso bilan bo'lgan shu taraflar, vahalla taraflarda nima qilgan narslaring bor. Shu narslaringni qilaman. Sen necha qaytam o'ltirib yetish kerak dedim. Men Saudiya konsulining oldida jidal chiqiraman. Sen jalobning olisini o'tag'izmayman haramda. Qo'ng'angni qo'yg'isiz qilib etma qarabdi. Sen mening talabligimni amdi ko'p. Tushundingmi? Izzat, sen Zumrat adashni xotin ballari bilan, yana birlari bilan sen jalob dedim. Sening opang jalob. Sening opang
Taylandlıqdaki Amoxanski jalablarga o'xshab faqat satlikiga ko'zim alas dadanga masjid kirib ko'ziga tiqib qolibdi ekan opangninki. Tushundingmi? Sening qizingmi cho'ng bo'lsa, momosa o'xshab bo'ma oldu. İki balan sen o'xshab jundi purish oldu, lat oldu, ko't oldu. Xotinning pulini qashlaydigan bo'ladi. Sen ajab ekran achatdan ekran achanmas bo'lib ketibsan-ku. Ha? Men sana gaqilay. Sen ajab ekran achatdan ekran achanmas bo'lib ketibsan-ku. Ha? Sen yaman no'chding-ku. Ha? Sen deding bana, ha? Men sana deb beray sening degan gapingni. Ufkam, bu Amerikadagilarni unda cho'ng bilib ketma, u Elnigar deganning yo'ldoshi Filippinlik dedim. Voy iltabirmi shu Murat Atamanga tegmasdi Filippinliklar bilan tunji o'tiribdi-ki, ufkam bakmaynat, uning ota-onasini biz bilamiz, u bu dedim. Madina Ibodinninki tashchilik qiladigan Xitoylar bilan savdosini sen dedim. Voy ufkam bu ayolninki sen bilmaysan, pulini bu yer xaylanmaydi. Umar Kan bilan Madina adashning ikkilisining pasporti Amerika pasporti emas, Turkiya pasporti. Ondan keyin yana nima dedim? Bakram Tursunni dedim. Fukam şimdi shumliq deb yozib u bo'ldi. Bakram Tursun zaman yaxshi anglajimi? Biz o'tganda tennisdan paranglashib bo'lgandan keyin bu ish tutgandan keyin mushu jidalni, mushu narsaga mush so'rab kirgan, mushu seni oyoqda ani kushkatib, oyoqda mani kushkatib. Tushundingmi? Bakram Tursun sen angla. Mirza seni nima deganini, juma? Sen bir qatam Mirzatning narsasiga qarshi bir narsa yozgan chaqda Mirzat chiqadi. Tug'luqning ota-onasini qaslibatgan, so'ltibatgan Bakram Tursun degandan keyin maraboyu o'chi-bo'chilar telefon qilibdi. Men sana deb berajmi? Bakram Tursun men angla. O fukam men Norvegiyalik bir adimiz deb bir nima Aysa deb bir adimiz vatdi. Ismini nima deb o'ttamay. O men angldim fukam u marabo degan bahmaynat nima ekan o kichik vaqtida qizini qartib qo'yib turib ash uyning ichida ashta kurt-murtlar bilan deb sen deding, ha? Uni sen anglabsan, men anglamadim. Onun diken ixlas degan hadisini tildim. O Bakramning fukam Turkiyada liqqida xotinlarni qo'yib atgan, buzuqchilik qilgan, va bu ras andaqqa deb mushalar hammani sen deb kelding. Madina Bowdinning ishlarini deb bergansan. Va fukam uy ololmaydi, uyi ijarga o'taganda qamlar necha uyi voke, bularninki bajo'g'irlayka bu dedim. Lekin biz sendan uchurga erishgandan keyin biz munosabatlik o'rinlarga deb buni tekshirdik. Ashtaq chiqdi, rahmat sana. Lekin Murat Ataman sen bana yaxshi angla. Sening oilangga, sening qiynisiңлingga, yani quzzat seni bir nima degan Amerikadagilarningki butun abdi basharsini ochgan sen. Chunki sen vitavalaq qiz. Ashtaq uning endi yursa, buning endi yursa, uningda axborot egallab, yog'a uchurni, buningda uni elab, lekin Amerikada sen shuncha odamlarni tillavatding, shuncha birisini bir nima qilavatding. Sendek bir qarnopozga chiqib yaqlanmagandan keyin demek senin diğerlerin ras. Çünkü benim aldığımda çıkıp benim derlenmadım benim ras. Bana ne ya diyendek? Sen anla. Senin apan jalap. Senin düt jalap donası dadan düt aramda bo'lgan xotinasım açta xotin elib sendek aramdım nima degan satya o apanga qarab baqa sizga kiroranga o'xshaydi anangiz sizga hozir bir nima bo'lib ketgan. Alloh va opangning baloyisini versin. Do'zaxninki eng veylon yasin. Tushundingmi? Sendek bir harom tamoq, sendek bir nachar bir nimani topganlik uchun. Dadang sendek narsani topqichi siva sutga ko't. Sen texi meninki opamga, adamga, Zumrat adashning oilasiga, ballariga haqorat qilib, sen kim o'san ey? Ya sen degan bir nopuzsiz qari solamchi, sen qari nopuz. Qinaylik Gollandiyadagi adam sotqa berib, "Men elimda bir nima deganlar" deb yuzib ketdi-ki, palam-patash narsani ochqa adamni oldimizga. Bijmoch Gollandiyadagi g'aybatdan qo'ygan menda ovoz va faqat qo'ymagan yerimiz va balisi bilan aram kunni kinetatan xotinga bu kayfiyatni buzmaydi deb ko't. Bütün Gollandiyadagi kuchni Saydi Amdullah bilan shu xotindan olisanki, putga taqtsan, "Tiq meni zahar chikidi" deb. Zahar chikidi odam işte semiz yurdi degan javobni olsa, "Aydis" deb. Ey kız, kimlarni sen aydis deb rasmlarni chiqarib to'g'ri 3 minutdan keyin juvatding-ku. Wo fukam sen Gollandiya bo'lgan oshqozonda yotdingmi? Sen deb beraman oshni u bu deb. Men ko'rishib baxmsam nadiyatima desam, sen qasdan to'kman chaplab boshda qilding. Bir nima bo'lsa xaqni shu pulini qo'yib olgan, yog'aladin yozaversa. Chiqira aramdan bo'lgan isbotingni. Uningdagi men sen isbotini chiqiraman. Sen
o G'uljidagi Oblimet onu sana Behram Tursun deb beribdi ularning ishlarini. Ya Yari Sarang deb beribdi. Yari Sarangning bağı qara. Qatlayma qo'ng payqadami saqchiga deb midirsidir qilmas qilib qo'ydim. O'ycha qizning ne nasri va xotin balasininki yo Turkiyadagi jiyan qizlarnikidan vatvergin chiqirib etma. O'kini qarsam yerda agar unda qilsang o'tiribsan bo'ladi bu deb. Saqchidan chaqirtgan narsamizni biladigansa o'zim debdi-ku, sal vaqt o'sin kelib, vaqt o'tsin. Endi Zumratni o'ltiribsan, Tug'liqni o'ltirib deb kuch ketgan gapdir va saqchiga olib qo'yib berma. Uning o'ta soti va o azdak 4 yil yetib chiqqan turmida xotinni o'rib qo'zg'ay balasini tushirib deb. Men kimdan qo'rqayman men? Norvegiyaga bordim-ku, chaqirdim-ku, Abdurishitlarni tatqandigini. Akang yaqinda Gollandiyaga bordi. Akang yaqinda Germaniyaga bordi. Butun Yevropa elinde ashlarni adilchilarni uyini oldirib berib naq maydon qilma. Chiqa javob tomasi miyaga deb. Germaniya München yapıp çıkarkandığı ilaqa taş digenleme ilaqa yüzüge çivinci koygan günü aldı. Aşlan tat ben sürüp tokak paçıkma. Akanma o qara berip aldığı verip oynayalaydı da kayından sana şaş jala xotundak bitildimaydı. Sen yaqımızdan acab sözlep üzerine çıkanmaydı çıkar. Baptı ma Bilal akamның sotu ba. Xalqning orasida aras abiyamman bir savol kelibdi-ki, Bilal hojimning so'ti qanday bo'ldi? Bilal hojimning so'ti qanday bo'ldi? Men uqmayman qarindoshlar. Bilal hojimninki so'tininki o'ngishli bo'lishini Allohdan tilayman. Yana desam, yana shu Nuri Turkiya, yana shu terroristga qalpaqni davomli kiydirib etibdi. Shu Bilal hojim uning oldida sot yeng kirkatgan vaqtida advokat yo'qdi. Bilal hojimga ega bo'lgan odam yo'qdi. Shundan biz chiqib do'stlar bilan ega bo'ldik. Ekranda so'zsiz hozir advokati bor. Men bu ishlarga aralashmayman. Uning u yog'ini Amerika qonuni va Bilal hojimniki advokati va o'ziga qo'ydim. Uning oldida advokat yo'q vaqtida nahaqchilik bo'ldi, chiqib so'zildim, tamom tugidi bu. Endi bu to'g'riliq men hech narsa bilmayman qarindoshlar. Yana desam, yana shu ispating bilan oldimga kel, ispating bilan chiqaman. Sening qo'lingda qara haqning bir nimasi bo'lgan kuni sen kimlarnikini yoymading, kimlarnikini qilmading. Xotiningning oqisim ko'zgilmay ekan, o'sha xotiningninki. Xotiningning opsimi Xitoy ekan-ku. Xotiningning oqisim ko'zgilmay ekan, pul so'rab qolsang, hatto sen takkinidan norozi ekan-ku. Seni bir ting olmaydi ekan-ku ko'zi. Men de çaştıram maylashib ketgan o. Men de maylashganda chashmi yo'q va sening alas qo'y, rasmiy ko'zingning ash tayin yo'q ekansa. Shuningga Mirza, men sana deb qo'yay, qandig'ini akasang, Ilg'o Behram Tursun'unki, 8 tal o'zbegi bilan Jupurlup çıksın dünyanın erkanı heki Abduvab mı, Abdurrahit mı, Minaver mı, Merhaba mı, İhlas mı? Jigme, pakkız jigme, kız. Şandın mı? Ben de ba ispat. Bana tek Türkiye'den geldi, bir Muzaffer diyen ballarının ki, o seni YouTube'ya akitime, bir Enverdap akımızın ki, nimeleri ba, dükkanları ba, bu müşünde 100 milyon so'm pul versen de 100 milyon so'm pul edip, Kenan'a diken ma zerbe bir şarkı çıkarken, bu pulun bir versen, çetelge kaçmakçı olgan deb tutkızıp etip, kıgan ne işler geldi? Kançılığa adamlarını kaçlıp etken, kançılığa bu aileme demesem Mehmet'den bildi. Bununla beni aldımdı boludu soğutu. Ya bu musa? De. Köçek bolsa, aşınınki var o. Advokatının basın, advokatlar çıkansın basın. Bir qog'ozga yazsin. Hayotimninki oxirigacha men kapolatga qandaq bo'lishidan qat'iy nazar men Tug'liq Hamid bilan bir maydon do'yilga tushmayman debchi. Qilib imzo etib kelsin, imzo etib qonunliq biz tushirgan berib tushilib, o chaqda oldin qaytim qilay Nijot To'g'il olib qo'yib beramdi yo kim qo'yib berdi, suning bo'yida o'ynaydi. Agar bek aldirab ketgan bo'lsa, sotning ishiga yoki saqchining ishiga. Bo'lmasa biz hukumatga topshirib bo'ldik. Bir Alloh, bir hukumat qag'inni hukumat bir taraf qilmaydigansa, men hukumat kim deb qo'yaman. Men yatiman o'sha Shvetsiya bexatarlik idorasining oldida. Men yatiman. Ashar yatiman. Ishimni hal qil meningki deb. Men Saudiya konsulining oldida jidal chiqirman berib. Gaqlaja qiz odamimga deb. Ismim Ahmad Xotqot, men sen emas, ba'go men sana deb qo'y. Bo'lmasa de Nabijanni ish qilib baqdan Ahmad de. Bakramni kushkat ish qilib baqdan uni o'gizga chiqarib qo'yib bizning haq yo'q. Hech nima qilamadim. Endi birdan bir uningga kelsa, jang e'lon qilsin.
advokatdan xatlashtirib, Shvetsiyaning saqchi idarasidan hukumat organi bir xatni olib kelsa, o chaqda men bor. Tushundingmi? Unda jalab xotindak o'tirib, bunda bizneslarni, yaqin narsalarni yozma. Rast narsa yoz, qo'lingni isboting o'z gap qildim, qo'ng qisib o'tirmamsa. Yaqin gap qilmish qilsa, o'kinmaylik, Olimjon degan bir akashni Germaniyadagi haqini 150 ming so'm pul ilib olgan edi. Uni tillab baxtim, buni qilib. Men tillig'inim bilan da'voning ichidagi xoinlarni, rasvolarni tillayman. Madina degan jalab adamlar, bu rasvo buzuq, Shvetsiyaga meni hech nim qilolmadi. Bana ne ya? Kelaversin. Ro'shan degan adam qizimning dadasini adisini kirib ketdi, uni kirib ketdi, buni kirib ketdi deb yog'an Amerikaning projektlariga, u bo'limga, bu bo'limga kirib jambiy qotdi. Umar Qanat degan shu sangilab qolgan, uylayilda qolgan tanliyobun zolamchi yo'lda menga chapishib qolgan uyaga. Oma shu Uyg'urni setib, uni buni qilib, xotinini jalabni akirib shoira anangizga Bavdunning qizi ekansa, o Bavdunning qizi bo'lsa qanday qilmaydi? Dadangning sizga Alloh baloyini dozig'ini bersin, seniki kela yana Shvetsiyaga. Bilal tepa deb masjiddan chekirib elib, yoki bir qitim izlab qo'ymaysa, qo'ng'altaq paskillar. Nima qila olding? Qili, to'g'liqni sotib berdim. Qini sotning qog'ozi, qini zaqchiningki. Chiqirib baqmamsa, men bir ko'rib baqay. Chiqirib baqmamsa. Undaq iliq dumba taranglaringni menga qilma, men aqmaydi. Oxirsida ma'va Ro'shan bilan Madinaga atab bir chaqchaq ism kelib qolganda, shuni bir deb beray, ana lekin chip ketay qarindoshlar. Va Angliyaninki hozir zamon taraqqiy qilgandan keyin Angliyaninki o'sha bir uskun yasab chiqar ekan-ku, hozir bak qalayim qayshlar juqib ketgandan keyin Angliyada bir apparat yasab chiqar ekanda, bunda. Apparat yasab chiqqandan keyin u ayollarniki necha qitim munosabat o'tkazganligini bir hisoblab chiqadigan apparat ekanda. Shuningdek bir kuni Madina qo'pib Ro'shan Abbas telefon qilib keldi. "Ya, adash uyga kelganmisan, sizlar bir gaplashgan bo'lsak" deb. Ma'qul deb keldik. "Ayni tug'liq degan to'xonib qo'yib Shvetsiyadagi ajab bizni jalab deb ketdi ya. Ya, ichib qo'yapti, bizni deb deyapti, oyapni qo'ymaydi" desa. Ro'shan Abbas deydi ekan bu ana. "Voy adash, hozir Angliyada bir narsa chiqibdi, bundaq apparatga tekis hisoblaydi ekan, bizni bek jalab deb ketdi, bizni bir hisoblab berib, bundan o'zimizga natija chiqarmamoq deb bu ishkisi sumkalarni esib, kiyimlarini kiyib doktorxonaga boradi ekanda, doktorxonaga berib, o'yla qayerda apparatdan bizni oladi ekan. Apparatdan uyga berib, Ro'shan Madinaning ko'ziga qarar ekan, Madina Ro'shanning ko'ziga qaraydi ekan. "Do'stim, siz tekizib berqinadi, siz tekizib berqinadi" deb ekan, shuni o'ydan qopib. Madina Bavdun akaplam men necha qitim buzuqchilik qilganman deb oldimda, akasi apparat ko'yib ketibdi ekan. Shuni o'ydan Ro'shan Abbas dedi ekan, "Ey Madina, siz mendan bekarak buzuqmi, nima apparat hisoblab qilolmay ko'yib ketdi" desa, Madinam xiyol deb, "Voy do'stim, siz tekizgansiz portlab ketadi" dedik. Bo'pti, qarindoshlar, unda bo'lsa Xudoga omonat, men ishlatdim, emas chikatdim, emas, Allohga omonat.